Bu mahsulotlar yosh yigitlarda qanday qilib prostatit, bepushtlik hamda jinsiy zaiflik kabi kasalliklarni keltirib chiqaryapti? Siz yoki yaqiningiz velo, tamaki mahsulotlari hamda zamonaviy elektron sigaretalarni cheksangiz va uning organizmingizga qanchalik salbiy ta'sir qilishini bilmasangiz, katta xato qilgan bo'lasiz. Bugungi videomizda biz tamaki mahsulotlarini, shu jumladan zamonaviy tarzda chiqayotgan velo va elektron sigaretalarning erkak organizmiga qanchalik zarar keltirishi haqida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Dunyo bo'ylab har yili 8 millionta odam tamaki mahsulotlari tufayli vafot etyapti. 18-35 yosh orasidagi erkaklarda nikotin iste'moli testosteronni